Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Bugun mana paxtadan kelayotgan asallarni bir ko'ramiz. Qanaqa holatda kelyapti, qanaqa yo'q. Bu Xitoy paxtasidan kelyapti. So'radik fermerlardan, boshqalardan. Nomerini nechiligini bilmayman. Ko'pchilik kommentariyada shunaqa deb yozyapti. Nomeri nechi ekan paxtani. Bu keyin yana bir xilla yozibdi. Xitoy paxta deb yozma. Nima deb yozish kerak? Xitoy paxta bo'lgandan keyin Xitoy paxta deb yozamiz-da. Xitoy paxtadan rostdan ham shunaqa asal kelyapti ekan. Endi biz o'zi eski asalarichi emasmiz. Yaqinda boshladik. Paxtadan, boshqa narsadan qanaqa kelishini ham unchalik bilmasdik. Mana bu yil haqiqatda Xitoy paxtadan kelayotgan narsani borini ko'rsatyapmiz, lekin sizlarni aldab va boshqa qilish bizga foydasi yo'q uni. Shuning uchun mana o'zlaring ko'zlaring bilan ko'ringlar. O'zi xudo xolasa asalimiz ham olishga kelib qopti. Kecha ko'rganimda normalligina asal yig'ib qo'ygan ekan. Hozir ikkita ramkasini olib ko'ramiz do'stlar. Mana ustidan ko'rinishi. Keyin ko'p ramkalarimizga asalni olib kelib qo'ygan-u, lekin ustini hali bekitib pechatlamabdi. Shu hisobiga keyingi haftalarga asal olishni rejalashtiryapmiz, sal yopib olsin deb. Chunki pishgan asal yaxshiroq deyishyapti ustozlarimiz. Mana do'stlar, mana shu yerni ko'ringlar. Bularga misol sirop berish ancha bo'ldi to'xtatilganiga. U bergan siroplarimizni allaqachon yeb tugatishgan. Bu haqiqiy mana shu paxtani asali bo'lyapti. Paxtadan boshqa ekinlar ham bor endi. Nimasidan qancha olib kelyapti, masalan makka yo boshqa qanaqa o'simlikdan qancha olib kelyapganini bilmaymiz, lekin aslovnoy do'stlar baribir mana shu Xitoy paxtalar hisoblanadi. Atrofdagi mana bu tomonni ham mana pastigacha emas, u yarmigacha to'ldiribdi, pasti urug' ekan. Keyingi haftalarga xudo xolisa rejalashtiryapmiz. Kimda qanaqa kommentariyada yozib ketinglar do'stlar. Qaysi viloyatda qanaqa? Mana bularni uje pechatlagan tepalarini, uje asal pishgan. Xudo xolisa mana bu tomoni ham shu holatda do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, u pastlarigacha asal yig'ishgan. Mana shu oilalarimiz oldingi videolarimda ko'rsatgandim, toqqa olib borgandik. Tog'da anchagina asalari orqaga ketdi, erta chunki gulchang kelaverishini hisobiga. Lekin ovqat asal kelmadi. Shu hisobiga arilarimiz anchagina kamayib qoldi. Endi tog'da ham qarov kerak. Hech bo'lmaganda oshib ketsa 10 kunda bir asalariga qaramasangiz yo qochadi, yo o'ladi-da, ochish qolib ketsa. Mana bu tomonni ham ko'ringlar do'stlar. Ramkalarni o'rtalarida urug'lari bor. Mana shu holat. Shu toqqa olib borganimda mana shu oilalar 10 tadan ramkadan edi.
qaytib olib kelganimda уже 6 ta, 7 ta, 8 ta qoldi. Hozir bu ham 1 2 3 4 5 6 7 ta ramkada o'tiribdi ekan. 7 ta ramkadan уже 1 2 3 4 5 6 6 tasini asalga to'ldirib olishgan. Eng oxirgi ramkasini olmaymiz, chunki olish sal qiyinroq ham, bu pastigacha asal qilib tashlabdi uni. Bular mana tepasidan shu 10 sm, 15 sm joylarda asal urug'lari bilan. Do'stlar, mana shu holat. Endi hamma oilalarimizda ham shunaqa emas. Endi bor. Kichikroq oilalarimizda kamroq. Masalan, mana bu oilamizda sal ozroq. Juda oqartirib tashlolmagan, lekin asalni quyib chiqqan. Buni ham yopadi. Ozgina sabr qilsak-ku, lekin bularga qo'shib olvoramiz hammasini. Mana bitta mana bu oilamizni ko'ringlar do'stlar. Uyimizni sal betartibligiga e'tibor bermaysizlar. Ustalar ishlayapti. Mana do'stlar, yaqin kadrdan ko'rsating. Mana yaxshilab oqartirishgan. Arilar ham cho'tka holatda o'tiribdi. Xullas, mana shunaqa oilalarimizdan bir 10 tachasi shu holatda. Tepasidan shuncha joylarini yopishgan paxta asali bilan. Endi buni olsak bo'ladi, xudo xolasa. Olish jarayonini ham video qilib qo'yamiz. Bizni kuzatib borib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Ko'rganda ko'rishguncha. Rahmat hammaga.